bir yil qolib ketsa ham mayli. Bir yil go'ng olib chiqib to'ktirsin. Masalan 10 gektar, 50 gektar, 100 gektar ekadiganlar molxonalarda go'ng tiqilyapti, to'g'rimi? Olib chiqib to'kib bir joyga ekadigan maydonni bir chekkasiga chiritsin. Bir yilda chiriydi. Ana undan keyin kavlatib tagiga turpoqman go'ngni tashlasin, ikki avara. Chirigan go'ng solish kerak tagiga. Chirigan go'ng. Ana undan keyin tepasiga ekib qo'ysin. Yillar davomida pastga yetib o'zi boqadi. Buni o'sha 1 yil, 2 yil materialda shakllanadigan yeri bor-ku. O'shunda yaxshi boqib bersa, keyin tomiri o'zi topib oladi. O'shuna desangiz, "Yo'q, men bil ekmasam bo'lmaydi, shu tezda ekishim kerak" deyishib nima qilib qolishadi. Shunaqa, shundoq. Keyin buni tagiga go'ng ham tiqib bo'lmaydi, dori ham tiqib bo'lmaydi. Ana rahmat. Lo'mlab ursangiz, tomir yerda, siz yerga solib qo'ydingiz, u yerda tomir yo'q bo'lsa, turaradi u. Shunday. Solingan go'ng. Mayga solib qo'ysangiz, tomirda chiritadi u kuchli kelib. Ammo fos bilan eksa bo'ladimi? Ammo fos o'zi bilan? Tagiga o'sha yamani. Hozir agar go'ng bo'lmasa, bir xil joylarda hozir go'ng bo'lmayapti-da, nima? Chirigan go'ng topish qiyinroq, muammo. Biagonus bu. Biagonus bilan eksa ham bo'ladimi shunaqa?